Oshqozon osti bezingizni 10 kunda davolab yaxshilab beradi. O'zi oshqozon osti bezi pankreas deyiladi. Ya'ni любой semiz odamni oling, insulinga rezistentlik holatlarini hammasini oling, qondagi qand miqdori balandladi, hammasida o'zida oshqozon osti bezi shamollagan. Pankreatitin bor, pankreatitin bor, pankreatitin. Любой tabobat kitobini shuni ochib qarasangiz, davolash usullarida eng zo'ri kerak bo'ladigan mahsulot. U sharoitida bitta osh qoshiq ovsyanka kerak bo'ladi, bitta osh qoshiq grechkani olasiz, bitta osh qoshiq guruch olasiz. Iloji bo'lsa bulgurskiy, ya'ni jigarrang guruch bo'lsin. Shularni bitta choynakka solasiz, 900 ml qaynoq suv solib, sal soviguncha kutsanglar, sal kiselsimon narsa hosil bo'ladi. Shuni 200 ml ni ertalab och qoringa, 200 ml ni kechqurun ovqatdan oldin ichadigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi natijaga erishasiz. 10 kunda. Keyin yana kechqurungisi ayniqsa ishtahani ham o'ldiradi. Ovqatlanmasangiz ham lekin zo'r natijalarga erishasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu like bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Siz bilan doktor Kamilov, Rahmat.